Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Digedoz kanali bo'ladi. Bugungi videoda sizlar bilan topishda Minecraftni klaviatura va miskaga ulab o'ynab ko'ramiz. Agar video yoqsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqmasin. Unda videoni ko'rishga go! Xo'p do'stlar, top 3-o'yinimiz bu Minecraft ekan. Bu cho'zib o'tirimiz, planni bosamiz do'stlar. Ko'p vaqtdan beri video chiqqanim do'stlar. Xo'p, buni o'zim test qilib o'ynab kirganman, sizlarga yozib boshqatdan bitta video yozib ko'rsataman. Bunda tak endi bu ana urush boshladi. Fakat mishga nega mishkilanmadi? Tushunmadim bo'lsa, tak bosib ko'ramiz. Yo'q, ishlamayapti do'stlar. Mana ulas. Endi bosib ko'ramiz. Masalan, o'lyapti chotki, kini bosib ko'ramiz. Chotki men yo'qdi lekin. Fakat ben mishga ulanmagan chotki emas, yomon bo'ldi. Nima deyapman bunda? Tak, endi eng muhim savol F5 istedimi do'stlar? Yo'q, F5 istamasiga o'tirib ko'ramiz. Tagiga o'tirishdan mana sakrash, uchish, inventar. Tak, buni bosib ko'ramiz. Buni emotsiya nima qiladi do'stlar? Mana deyapman. Xo'p do'stlar, bu o'yin haqida o'zingizlar fikringizni kommentarda yozib qoldirishni unutmanglar. Unda top 2-Minecraft o'tamiz do'stlar. Unda go. Mana do'stlar, top 2-o'yinimiz bu Craftsman. Menimcha mishkularni do'stlar, men bratska bu qiz bola. Mana bu qiz mishkaga qarash kerak qilyapti mana. Mana bu ko'rsatishga. Xo'p, cho'zib o'tiramiz, playni bosamiz. Bu test qilib o'ynagandim. Tak, endi yangi set yozib ko'ramiz. Hop, kreativda go do'stlar. Unga sizlar Minecraft o'yinga kirguncha sizlar bitta videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqmasin, chunki 1700 taga ozgina qoldi do'stlar. Takanz hozir pastga tushamiz va bitta like bosamiz do'stlar. Qiyin emas to'g'rimi? Pastga tushamiz, bitta bosamiz, все do'stlar. Xo'p do'stlar, juda ham ko'p kutib qoldik. Tagini pastga tushib ko'ramiz. Hop, mana ishlayapti. Sakrash, yurish. Mishkalarni bunday qarab ko'ramiz. Sindirib ko'ramiz bitta. Ucha, qo'limizga bor, olar ekan lekin. Hop. Menimcha ovoz eshilayotgan bo'lsa kerak sizlarga. Endi bosib bitta biror bir narsa olib ko'ramiz. Har bitta yog'och. Hop, bunday qilamiz. Tak. Bo'lyapti. Kini bosib tashlar ekan. O'tirib ko'ramiz. Buni bosib emotsiyalar bor ekan. Hop, bularchi. Bular ham ishlayapti. Eng muhim savol do'stlar. F5 ishlaydimi? Hozir ko'ramiz. Hop. Bana do'stlar, F5 ishlar ekan do'stlar. Hop, mana. Biz qanaqa montajimiz qolasizlar yana bosaman. Tez bosaman. Ko'ryapsizlar? Ishlayapti. Hop, bu Minecraft o'zingizlar fikrlarni kommentarda yozib qoldiringlar, lekin menga yoqdi bu mana. Ko'ryapsizlar? Chotki ekanligini. Fakat skillimni o'zgartirib kelishim kerak ekan, mayli do'stlar. Xo'p, bunda top 1-Minecraft ketamiz. Bunda kiradigan boshqa ishimiz qolmadi do'stlar. Bunda go. Mana do'stlar, top 1-Minecraftimiz. Bu Minecraftning o'zi. Bu 1.17-versiya. Menimcha mishkulan do'stlar. Unda sinab ko'ramiz. Tak, bunga hali ulab ko'rganim yo'q, o'ynadim lekin. Bitta o'zim o'ynab ko'rgandim. Qotmasligimda, lekin mishka bilan klaviaturani ulab ko'rganim yo'q. Endi ulab ko'ramiz do'stlar. Kreativga qo'yamiz endi. Bunda g'are. Xullas. Go bosamiz do'stlar. Hop, unga sizlar bitta like'larni bosib qo'yinglar pastda turgan. Hop, unda menga juda ham katta motivatsiya bergan bo'lasizlar do'stlar. Hop, mana Minecraftga ham kirib oldik. Endi bu yurib ko'ramiz. Bu hamma ishlayapti do'stlar. Hop. Bu menimcha oddiy Minecraft sal ovozini pasaytiramiz. Tak. Bu hammasi ham klaviaturada boshqariladi. Tak, endi sindirib ko'ramiz. Bu mana hoppana mana operatorım qilyapti. Chotki ishlayapti, lekin menga yo'qdi do'stlar. Endi o'tirib ko'ramiz bitta. O'tirishdan mana endi bosamiz.
Tak, bittan e'dan ishlayapti. Olamiz sal qotib bor, lekin telefon eski va nimadan kuchsiz bo'lganiga ko'rib ko'ramiz va kni ham bosib ko'ramiz. Bichi bu ham ishlayapti. Bu endi eng muhim savol do'stlar. FPS ishlayapti, bosib ko'ramiz. O FPS ham ishlayapti do'stlar, faqat umuman qotmayapti, hech qanaqa modsiz mana. Qarasizlar, tez bosaman. Ko'ryapsizlar. Bu montajda unchalik ham tez yuradi bo'lmaydi do'stlar. Xo'p, mana ko'ryapsizlar. Ishlayapti do'stlar mana. Chotki. Xo'p do'stlar, bu ustalar Minecraftga o'zingizlar kommentariyada fikrlarni yozib qoldiringlar. Albatta menga qiziq. Bir xullas bu ustalar Minecraftga ham o'zingizlar fikrlarni yozib qoldiringlar kommentariyada. Menga qiziq. Har bittasini bittama o'qib chiqaman do'stlar va albatta har biriga javob yozaman do'stlar. Shuning uchun kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Menga birinchisi yoqdi, menga ikkinchisi, menga uchinchisi deb o'zingizlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, bunda men videoni shu yerda to'xtataman. Agar video yoqqansa videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni eslatib chiqmasin. Undan menga xayr.